Barchamiz yaxshi bilamizki, tabiiy gaz va elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni katta mablag' va ishchi kuchini talab etadigan jarayon. Ulardan tejamkorlik asosida foydalanish esa ishlab chiqaruvchi uchun ham, iste'molchi uchun ham birdek manfaatli hisoblanadi. Shu mavzuda bo'lib o'tgan tadbir misolida mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Tabiiy gaz va elektr energiyasi behisob manba emas. Shu bois bu madanlardan tejamkorlik asosida foydalanish juda muhim. Viloyat prokuraturasi Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali va hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi tadbirda ham aynan shu masalalar muhokama etildi. Tadbirning nazariy qismida Prezidentimizning joriy yil 1-apreldagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida belgilangan amaliy ishlar rejasi haqida ma'lumot berildi. Unda tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minoti tashkilotlari hamda iste'molchilarning huquq va majburiyatlari nimalardan iborat bo'lishi yana bir bor tushuntirildi. Xususan, tabiiy gaz va elektr energiyasining hisob-kitobini to'g'ri tashkil etish, iste'molchilar o'rtasida resurs tejamkor texnologiyalarni keng qo'llash, noqonuniy foydalanishning oldini olish maqsadida sohani raqamlashtirish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Bugun prokuratura hamda tegishli idoralar o'rtasida ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida o'quv-amaliy seminar o'tkazilmoqda. Bundan asosiy maqsad noqonuniy holatlarni oldini olish hamda energiya resurslarini tejash. Tadbirning amaliy qismida esa iste'molchilarga taklif etilayotgan elektr energiyasi va tabiiy gazni tejovchi zamonaviy resurs tejamkor texnologiyalar ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari va iste'molchilarga ularning afzalliklari tushuntirildi. Mana bugun Buxoro viloyatida yoqilg'i energetika sohasida davlat nazoratini takomillashtirish masalalari bo'yicha o'quv seminar tashkil qilingan. Bu o'quv seminarda gaz ta'minoti xodimlari, elektr energiya ta'minoti xodimlari, mahalla xodimlari, prokuratura xodimlari ishtirok etmoqda. Bu seminarga har bir xodimga gazni tejash, iqtisod qilish bo'yicha tushunchalar berilmoqda. Shu bilan birga o'zimiz tomonidan ham gaz ta'minoti Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti bo'limi tomonidan mahallabay ishlar tashkil qilingan. Bu mahallabay ishlarda har bitta xonadonga kirib, iste'molchilarga ma'nan estirilgan nostandart gaz jihozlaridan foydalanmaslik bo'yicha tushunchalar berilmoqda. Agarda iste'molchilar xonadonda o'rnatilgan nostandart gaz jihozini standart gaz jihoziga almashtirsa, tabiiy gazni 25-30% ga tejalishi, shu bilan birga o'zining oilaviy byudjetiga foyda bo'lishi bo'yicha tushunchalar berib ketilmoqda. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, birgina 2024 yil davomida Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan 111.014 ta iste'molchiga resurs tejamkor uskunalar o'rnatib berilgan va ular bugun aholining iqtisodiy manfaatlari yo'lida xizmat qilyapti.